Agar siz namoz o'qimasangiz, bilasizmi hayotingiz qanaqa bo'ladi? Birinchidan, hayotingizdan baraka ko'tariladi. Vaqt yetmaydi, pulingiz o'zida ushalmaydi, qilgan ishlaringiz hech qanaqa ko'rinmaydi. Chunki bu haqida Alloh aytadi. Innani anallohu la ilaha illa ana fa'buduni va aqimis solata li zikri. Ma'nosida, albatta men Allohman. Mendan o'zga iloh yo'q. Bas, menga ibodat qil va meni eslash uchun namoz o'qi. Ikkinchidan bo'lsa, gunoh qilish siz uchun juda ham oson bo'lib qoladi. Yolg'on aytasiz, lekin buni siz his qilmay qo'yasiz. Harom narsalarga qaraysiz, lekin vijdoningiz umuman og'rimaydi. Va yana Alloh aytadiki: "Innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar." Albatta namoz fahsh va munkar ishlardan qaytaradi. Uchinchidan bo'lsa, qalbingiz Allohdan uzoqlashishni boshlaydi. Duo qilsangiz, umuman his qilmaysiz. Agar ochiq Qur'on o'qiydigan bo'lsangiz, umuman ta'sirlanmaysiz. To'rtinchidan bo'lsa, eng dahshatlisi, qiyomat kuni Alloh huzurida sizdan birinchi bo'lib so'raladigan narsa bu namoz bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, ustunsiz uy quliydi. Namozsiz hayot ham shunaqa. Bu videoni o'zingiz uchun saqlab qo'ying yoki o'rtoqlaringizga jo'natib qo'ying. Siz uchun inshaalloh ajr bo'ladi.